20 ming dollarga tovuq olgan bo'larmidingiz? Gap shundaki, butun ijtimoiy tarmoqni portlatgan tovuq hali ham muhokamalar ostida. Videoda ko'rib turganingizdek, qora tovuq juda noyobligi bilan boshqa tovuqlarga qaraganda ajralib turadi. Bu oddiy parranda emas, u dunyodagi eng sirli, eng qimmat qushlardan biri hisoblanadi. Qora tovuq deb ataladigan bu zotning tanasi boshdan oyoq qora rangga bo'yalgan. Go'shti, suyaklari, hattoki tuxumning ichi ham qora rangga yaqin tusda. Shu noyob xususiyati sababli uning narxi 5 ming dollardan 20 ming dollargacha ko'tariladi. Amerikada bu tovuqqa bo'lgan talab nihoyatda yuqori. Odamlar uni boylik, omad va ruhiy kuch ramzi sifatida ko'rishadi. Shu bois badavlat insonlarning taomnomasida aynan mana shunday qora tovuq go'shti yoki tuxumi albatta uchraydi. Bugungi kunda butun dunyoda atigi 3500 dona shunday qora tovuq bor. Agar sizning qo'lingizga bitta tushsa, uning noyobligi va bozordagi talabi uni yanada qimmatbaho qilishi aniq. Shuning uchun qora tovuq faqat go'shti uchun emas, balki boylikning timsoli sifatida ham katta e'tiborga ega. Ushbu xabarni parranda boqadigan tanishlaringizga ulashib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.